Assalamu alaikum. Welcome to New Concept English Book 2. Today is Thursday, September 12th, 2019. It is our first day teaching this book and I hope you enjoy it. Assalamu alaikum savaqdaşlar. Yeni oqum ingliz tilida ikkinchi qism kitobga kelganingizni qismini qarshi olamiz. Shu tapda ko'rayotganingiz ekrandagi kitobning ismi, masalan, ikkinchi qism kitobning ismi nima? Practice and Progress. Ya'ni mashq qilish va olg'a ilgarilash degan ma'nosi bor. Okay? Agar birinchi qismini o'rganib boqqan bo'lsangiz, cho'qim bilasiz, birinchi qism kitobning ismi o'ziga tushliq, demakchi ayrim bunda emas demakchi. Birinchi qism kitobning ismi nima? First Things First. Ya'ni eng muhimidan kelmaylimi deganda bir ma'no bildiradigan kitobda birinchi qismning kitob ismi demakchi. To'rt qismning to'rt xilg'i ismi, ha. Xo'shunda olsa, birinchi kitobda eng muhimidan kelmaylimi degan mazmunda asos soladigan mazmunlarni o'rgandi deb tushunmas sizni. O'rganib bo'lgan deb asosi bor deb, demakchi shu darsga kelganingizdan. İkinci kitapta neymiş qildi ekanmiz? Shu asosida, ya'ni shu birinchi qismda o'rganganlaringizning asosida qandaq jiq mashq elib borsiz, andan keyin shuning bilan birga olg'a bossiz demakchi. Okay? Ekranda ko'rayotganingiz demakchi kitobning ismi New Concept English bo'ldi. İkinci kitap Practice and Progress bo'ldi. İkinci kitobning ismining ma'nosi abayqidek bo'ldi. Bugun qandaq chislaga Thursday, September 12, 2019 deb o'tib ketdim. 2019 yılı 9. ayının 12. günüdür. Okay? Yeni çarşamba. Chislaning ingliz tilidagi ifodalanishi shunda bo'ladi. Bundan tegi qarasangiz YouTube channel, yine kanalimizdagi YouTube'dagi izlash nomi Hayat Tilim bo'ladi. Onun tegidikisi tor bekitimizning ismi, yine tor bekitimizning adresi. Okay? Tor bekitimizga chiqsangizmi, nihoyatda yaxshi mazmunlar davomli ishlanyotidi. Tor bekitimizga marhamat qilgaysiz. Okay? Xo'shunda olsa muhim bir narsa var albatta bugungi darsni boshlashdan burun. Bugun tunji dars, ya'ni ikkinchi qism kitobning tunji qitimliq darsi, birinchi darsi. Birinchi darsni biz rasmiy boshlashdan burun qanday savoldoshlarga deb qo'yilgan intayin muhim bir gaplar bor. Masalan, qarasangiz shu topda ekranda nimani ko'ryapsiz? Pre-unit test 1 degan gapni ko'ryapsiz ekranning cho'qqisida. Nima degan gap bu? Aşağı bölekning oldidagi sınaqning birinchisi degan gap. Okay? Bölek deganimiz nima? Unit. Masalan, mishariki bölek degani nima? Unit qartilgan. Pre degani oldidagi demakchi. Bölek boshlanishining oldidagi demakchi. Okay? Test degan sınaq bu. Birinchi sinaqa. Ya'ni bu gapning ma'nosi biz birinchi darsga mundaqlik kirib ketmaymiz. Cho'qimki azroq bir emgak qilib kiramiz. Ya'ni azroq badanimizni qizitib demakchi. Bu imtihon naq ash imtihon. Bu imtihonni cho'qim berishingizni umid qilaman. Agar ikkinchi kitob qo'lingizda bo'lsa, kitobning o'zi bo'lsa, texi yaxshi beshiga qarasangizlar bor, eng beshidagi kitobninki. Mushu gap, mushu pre-unit test 1 degan. Buni cho'qim ishlashni men tavsiya qilaman savoldoshlarningki. Ya'ni birinchi qism kitobga kirishdan burun, okay? Yeni birinci dersini başlaştım burun. Neymiş desangiz, tigide bakı asfalını ko'ryapsiz. Why is it important? Neymiş u muhim demekçi bu. Mundaq sebepten qarang, ha? Tigide because of the 9 tenses that were covered in book 1. Birinci kitapta sözlengen 9 tane zaman sebebi deydi. Demekçi bu'nun abyan deb o'tdim. Çoxum birinci qismni o'rganib bo'ldingiz, shuni miyaga keldingiz deb. Agar birinchi qismni o'rganib bo'lmagan bo'lsangiz, bizda birinchi qismi bor, birinchi qismning darslari, demakchi kanalimizda bor. Shu birinchi qismdan boshlagaysiz. Okay? Agar birinchi qismni men puxta o'rganib bo'ldim degan bo'lsangiz qanday? Unda o'zi marhamat. Lekin marhamat qilishdan burun, darsni boshlashdan burun demakchi, cho'qim narsalarni puxta Mush narsalar mening asosim bormi? Puxta bilamanmi bu narsalarni deb o'zingizdan bir savol qo'ying. O'zingiz bir savol qo'ying. Qani narsalar deganda mana ekranda ko'ryapsizlar tizib qo'ydik ninjiga 9 dona. Okay? Birinchisi nima? Uningki present simple, ya'ni hozirgi oddiy zaman. Ikkinchisi present continuous, hozirgi davomlashayotgan zaman. Uchinchisi present perfect, hozirgi bitgan zaman. To'rtinchisi present perfect continuous,
hozirgi kutgan davomlashayotgan zaman. 5-si past simple, oddiy o'tgan zaman. 6-si past continuous, o'tgan davomlashayotgan zaman. Number 7 past perfect, ya'ni o'tgan kutgan zaman. Number 8 future simple, oddiy kelgusi zaman. Number 9 past future simple, ya'ni o'tgan keladigan oddiy zaman. Anlamakka nait murakkab anlandı agar siz birinchi qismda yaxshi asos sanmagan bo'lsangiz. Unda o'qigan bo'lganda men tavsiya qilamanki, birinchi qismni ko'ring. Bak tafsiliy, bak keng doirada so'zlangan birinchi qismning darslari. Okay? Shu asosni sep bo'lgandan keyin undan qaytib kelsangiz bo'ladi. Agar chatoq yo'q ma'lum tushundim gaplaringizning hammasini. Okay, shu 9 zaman haqida sanab kelsangiz 9 bu zamanlar. Zamanning nimaligini men miyada tushundirmayman. Okay? Chunki ikkinchi qism. Hello. Ikkinchi qismga kelgandan zamanni tushunmasa, unda birinchi qismdan boshlagani yaxshi. Qaytib berib. Demakchi, ma'lum chatoq yo'q. Mushu siz ekran yuzida ko'rsatgan mush 9 zamanni rast o'rganib bo'lgan birinchi qismda rast o'tilgan. Rast o'rganib bo'lgan yaxshi desangiz, xo'sh, unda marhamat, biz hozir dars kiramiz. Agar rast dedingiz, men bir pishiqlab chiqsam bo'ladi desangiz, qanday abay deganda birinchi qism qaytib boraysiz. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi, birinchi qismda mush mazmunda nayda puxta atrof so'zlanganligi uchun qanday abayga gapimiz qaytib kelsak, ekranning cho'qqisidagi pre-unit test 1 ni qanday cho'qim ishlashingiz kerak. Mushuni ishlab yaxshi bir qanoatlanarlik natija ola olsangiz qanday? Anandan keyin demakchi, shu tapda ekranda ko'rayotgan 9 zamanni haqiqiy bilibdiman deysiz o'zingizga o'zingiz. Demakchi, agar bu sinoqni, ya'ni shu pre-unit test 1 degan sinoqni ishlayolmasangiz qanday? Bu 9 zamanni men rost tushunmayapman, yaxshi bilamayapman deysiz, bu chaqda birinchi kitob qaytishingizni tavsiya qilamiz albatta. Agar ma'lum chatoq yo'q, birinchi qismni rost o'rgangandim, birinchi qismdagi asosim yaxshi, shu 9 zamanni men rasmiy yaxshi o'rganib oldim. Ham ma'vu sinoqni siz da'vatgan. Sinoqni men ishladim hattoki. Yoki ishlab boqay bo'pti. Desangiz qanday? Shu tapda shu videoni to'xtatib qo'yib turib, kitobni ochib, shu qismni ishlagaysiz. İşlab bo'lgandan keyin qaytib kelib yana davomlashtirsangiz bo'ldi hozir. Misha to'xtatib qo'ygan yerdan boshlab, shu videoningki. Okay? Xo'sh, unda olsa, shu gaplarni cho'qim deb qo'ymasa bo'lmaydi. Ikkinchi qism kitobni mundali boshlab ketish to'g'ri emas, savoldoshlarga eskartib qo'yganim muhim narsani. Okay? Xo'sh, endi biz ikkinchi kitobga kirib ketdik, savoldoshlar. Lesson 1, a private conversation. Birinci ders private conversation. Okay, bu sözlerni men tushunmayman deb turaydi boshda. Albatta, shu yangi so'zni o'rganamiz ku. Yangi so'zlarni o'rganamiz. Albatta, bunday qilamiz savoldoshlar. So'zlarni menga agish bir qatim tez o'qib chiqsiz, undan keyin men ma'nosini tushundirmay, undan keyin biz tekstni ko'ramiz, okay? Number 1, private. Number 2, conversation. Number 3, theater. Yoki theater deb o'qisangiz xato emas, okay? Number 4, seat. Number 5, play. Number 6, loud. Number 7, loudly. Number 8, angry. Number 9, angrily. Number 10, attention. Number 11, bear. Number 12, business. Number 13, rude. Number 14, rudely. Number 15, complain. Xo'sh, o'qilishi shunday so'zlarningki. Menima so'zlar suratining sal tezligini his qilyapsiz, sabab bor buningki. Biz bu ikkinchi qismda, endi agar birinchi qism darsini anglab boqqan bo'lsangiz, cho'qim selishtirib bilalaysiz. Birinchi qismda suratimiz ostroqdi, chunki asos selishda endi bak tez bo'lsa bo'lmaydi. Ikkinchi qismda sal tezlashtiramiz. Nimishqa? Ikkinchi qismda qiladigan bakchiq bo'libmi, mashqlarga bak kuchaymiz, okay? Yangi so'zlarni o'rganamiz, tekstni o'rganamiz albatta, lekin chiq angakni qanday mashq qilamiz demakchi. Xo'sh, shunda bo'lsa, yuqoriqilar so'zlarning o'qilishi hamda ma'nolarini deb o'tib ketaman bir qatim. Private, shaxsiy degan gap. Demakchi, ikkinchi qismning shu birinchi darsini o'rganyapsiz degan gap cho'qim
azroq so'zlik asosimiz bor degan gap. Okay? Unda olsa shaxsiyning qarshisining bo'ldi, qarshi ma'nosi ommaviy bo'ladi. Uni nima deymiz inglizchada? Public deymiz. Xo'sh, ikki qarama-qarshi ma'noli so'zni bir aslatib o'tgan bo'ldim inshara. Private shaxsiy, public ommaviy. Okay? Number 2 conversation. Conversation degan parang degan gap. Okay? Ya'ni dialog. Unda olsa temaga bir qarab olsak, teza a private conversation ekan darsimizning temasi. Nima degan gap bu? Bir shaxsiy parang degan gap ekan bu. Demak, birinchi kitobning birinchi darsligida a private conversation degan temadagi dars. Ya'ni bir shaxsiy parang degan temadagi dars. Number 3 theater yoki theater deb o'qisangiz bo'ladi. Teatrxona bu. Teatrxona, okay? Number 4 seat. Bu o'rin degan gap. O'rin, okay? O'tirishni nima deydi? Cho'qim bilasiz. Sit. Qisqalam. Sit. S-I-T yoziladi, o'qilishi sit. Qisqalam. Mana bu seat so'zilib o'qiladi, ha? O'rin degan gap. O'tiradigan o'rin. Okay? Sit deganimki o'tirish. Bu pel bo'lgan bo'lsa, mana bu seat deganimiz nima? O'rin bo'ldi, buni bilasiz, ha? Number 5 play. Bu sahna o'yini degan gap. Masalan, drama deymiz-ku Uyg'urlar. Biz Uyg'urchada drama deymiz, sahna o'yini, ha? Shu sahna o'yini qartilgan play. Number 6 loud. Bu unlik degan gap. Mana yuqori ovozli demakchi. Sifat so'zi juma. Nimish buni sifat so'zi deb ma'lum abiyam a so'zdagi demagantingiz masalan so'z turkumini. Bu 6-chi so'zi tuyuqsiz sifat so'zi deb da'vatsiz qo'ysangiz, selishtirib 7-chisiga da'vatgan gap bu. 7-chisi nima? Loudly ravish so'zi. Ya'ni 6-chi so'z sifat, 7-chi so'z ravish. O'xshashli ma'nodagi so'zlar hamda. Lekin ozroq farqlandi albatta tarjimasida. Masalan, 6-chisining loudni unlik, yuqori ovozli deb sifat deb tarjima qilsak sifat holatda demakchi. Unlik, yuqori ovozli degan sifat-ku. Loudly uchun unlik holda, yuqori ovozli holda, yuqori ovoz bilan deb ravishga aylanib ketadi demakchi. Ya'ni sifatning keyniga ly qo'shilsa miyada. Mana bilyapsiz, ha? Loud sifat, loudly ravish ma'nosi hozir degandek. Number 8 angry. Xafa degan gap. Xafa, masalan, I am angry bo'lsa degan men xafa degan gap bu, ha? Biz uni mening achchig'im keldi deb olamiz, lekin mening achchig'im keldi desangiz bir xil qilib isharkat ifodalanib qolgandek bo'ldi, achchig'i kelish degan gapdan chiqib turdi. Fe'l ishlatganda ko'p qoladi amaliyotda. Angry degan nima? Sifat so'zi. I am angry deganni eng to'g'ri tarjima qilsak Uyg'urcha deganda men xafa degan gap. Ya'ni angry. Qanda? Xafa. Sifat so'zi, ha? Xo'sh, shunda olsa, mush angry nima? Abayqa loudni qanday qilib ravishga aylantirgan to'q, loudning kaniga ly qo'shib bilan ravishga aylantirgan to'q. Angry nima ishda qilamiz. Lekin bir farqi angryninki eng oxirida harfi y bo'lganligi uchun uni i ga almashtirib o'tib, ananiki ly ni qo'shamiz. Shu vaqtda ravishga o'zgaradi demakchi sifatdan. Xo'sh, angry degan xafa degan sifat so'z ekan. Angrily bo'lsin bo'lgan ravishga aylansa, xafa holda, xafa bo'lgan holda, achchiqlangan holda degandek ishda bir ma'nosi bor. Okay? Ravishniki. Number 10 attention. Diqqat degan gap. Masalan, give me your attention deganing bo'ladi, menga diqqatingni ber degan gap. Okay? Masalan, inglizchada pay attention deb ishlatadi. Diqqat berish deganni. Okay? Pay degan to'lash qo'y, masalan, pul to'lashdagi to'lash, ha? Demak, shu pay shu, pul to'lashdagi to'lash degan so'z shu. Ma attention ga mashina ishlatamiz, pay attention deb. Lekin uni Uyg'urchada diqqat to'lash deb unda tarjima qilmaymiz. Diqqat berish deymiz-ku yoki diqqat qilish, okay? Number 11 bear. Bear degan chidash degan gap. Masalan, issiq chidash, so'qoq chidash, jafoga chidashga chidashchu, bear, okay? Number 12 business. Bu albatta tijorat, savdo degan ma'nosi bor bu so'zningki. Uningdan boshqa yana ish degan ma'nosi bor. Masalan, shaxsiy ish. Masalan, private business deganing bo'ldi, shaxsiy ish degan bo'ldi. Okay? Masalan, it's my business deb u mening ishim degandekchu. Okay? Masalan, bu ishga aralashmag'ina, bu sening ishing emas degan inglizchada deydi. It's none of your business deb ataydi inglizchada. Tafsilotini tekstda ko'ramiz, okay? Number 13 rude. Rude degan qo'pol degan gap, sifat so'zi. Abayqlarga o'xshasa qarang, ya'ni sifatni qanday qilib ravishga aylantirdik ekanmiz, ly ni qo'shib qo'ysak, ravish bo'lib ketadi. Ya'ni qo'pol holda degan ma'nosi bor. Ravish bo'lsa, okay? Xo'sh, rude qo'pol yoki adabsiz, rudely qo'pol holda yoki adabsizlik bilan degandek ma'nosi bor ravishniki. Okay? Number 15 complain.
Bu qaqshash degan gap. Masalan, don't complain desak nima bo'ldi? Qaqshima degan bo'ladi. Okay? Yoki stop complaining desak nima bo'ldi? Qaqshashdan to'xta degan bo'ldi. Xo'sh, yuqoriqilar so'zlarning o'qilish ahvoli va ma'nolari saboqdoshlar. Endi biz nima ish qilmaymiz? Mushu so'zlarni bilib olgan asosda qandaq albatta tekstni o'rganamiz. Inglizchada passage deydigan bir so'z bor. Masalan, mana ekranda ko'ryapsiz o'ng tarafda. Passage degan nima? Shu qisqa hajmlik bayon maqolasini passage deb ataydi. Qisqa hajmlik bayon maqolasi passage, okay? Albatta uzunni passage deb ataydi. Lekin asosan ko'pincha ahvollarda passage degani shu qisqa bir maqola degan ma'nosi bor, okay? Qo'shimda qisqa maqola ekan bu. Yoki qisqa vaqalik deydi. Bu vaqalikda bizning bunda bir savol so'raldi, qarang. Biz albatta tekstni o'rganib bo'lgandan keyin, shu vaqani o'rganib bo'lgandan keyin, vaqalikni o'rganib bo'lgandan keyin. Shu savolga biz cho'qim javob berishimiz kerak. Bu savolga javob berganda oldin tushungan bo'lamiz shu passageni, okay? Yana shu maqolani. Unda bu savol nima? Qarang, why did the writer complain to the people behind him? Agar asosingiz bo'lsa, demakchi birinchi qismni yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, masalani tushunishda hech qanday masala yo'q. Why nimishqa did the writer complain? Avtor qaqshidi degan gap bu, okay? O'tgan zamondagi, ya'ni o'tgan oddiy zamondagi bir jumla bu, savol jumla qarang. Did degan nima? Yordamchi fe'l. Buni men tushunmayman. Birinchi qismda biz back tushuntirib o'tamiz buni. Okay? Qo'shimda olsa, why did the writer complain degan writer deganni kechiringlar, so'zliklar halqa nimasiga tarkibiga kirgizmabman. Writer degan yozuvchi, avtor degan ma'nosi bor. Ya'ni ma'lum bir maqolani yozgan odam, masalan, o'zini men deb bayon qilgan bo'lsa, avtor deb olamiz Uyg'urchada. Writer degan shu avtor yoki yozuvchi deb tushunsak bo'ldi. Qo'shimda olsa, why did the writer complain degan avtor nimishqa qaqshidi degan gap bu. Kimga deydi? To the people behind him. To the people degan o'sha odamlarga degan gap. Qaysi odamlarga? Behind him. O'zining keyindagi. Ya'ni undaq bir keynimizga bir qadam dajib turib tushunsak majmuaning umumiy jihatini deb tushunamiz. Avtor nimishqa o'zining keyindagi odamlarga qaqshidi deydi. Okay? Qo'shimda shu savolni esimizda ching tutib turib, endi biz nima ish qilamiz? Dialog o'rganamiz albatta. All right, qarang, Men degandek kitobga kirishdan burun qanday qilsangiz, yaxshi o'ylanib beqing. Back o'ylanib beqing. Kitobga kirishdan burun cho'qim pre-unit test 1 ni cho'qim ishlaysiz. Qanday ishlaysiz deganda, mana bu ma'lumot shu. Mushuni ishlaganda anamnikin o'zingizningki birinchi qismdagi asosini, ya'ni bir eslab chiqqan bo'lsangiz ham bir to'liq bir qatim mashq qilib chiqqan bo'lsangiz yoki takrorlab chiqqan bo'lsangiz birinchi qismdagi asosingizni. Buni aytib bak foydali, bak yaxshi bir mashq. Buni biz birga ishlasak yaxshi bo'ladi, lekin men sizni o'zini ishlay olay deb qarayman, chunki siz birinchi qismni tugatgan. Ya'ni asosingiz bor. Okay? Ya'ni o'sha asosninki qanday ekanligini, puxta selinmaganligini qanday faqat mana shuni ishlamagicha belgilanmaydi. Anandan keyin unit 1, ya'ni birinchi bo'lak kitobninki kira olasiz. Yana bir gapni deb qo'ysam, bu unit 1 deb ma'lum unit 1 deydi ekan, anandan keyin yana mala hamsi nazariyaviy gaplar. Okay. Lesson 1 qarang. Ma'lum unit 1 deydi ekan, yana lesson 1 deydi ekan, bu unit degan nima ma'nosi desangiz, bo'lak degan gap, ya'ni bir bo'lakda 24 dars bo'ladi. Okay? Kitobimiz, ya'ni shu ikkinchi qism kitob 96 darsdan tuzilgan. 96 dars nima bo'ladi? 24 dan 16, okay, 4 bo'lakdan tuzilgan ekan. Tas qoldim hisoblayammiqlar. Okay, bir bo'lakda 24 dars bor desak, 4 bo'lak qanday 96 dars bo'ladi. Demakchi 4 bo'lakdan tuzilgan 96 darslik bu kitob, har bir bo'lakda 24 dars bor deb tushunsangiz bo'ladi. Xo'sh, unit degan shu demakchi. Unit 1 ninki lesson 1 albatta. Xo'sh, temasi abay ko'rdik, private conversation, bir shaxsiy parang deydi. El savolni ham bir miyada ko'rsa qarang. Why did the writer complain to the people behind him? Avtor nimishqa o'zining kendiki odamlarga qaqshidi deydi. Okay? Men hozir o'qiyman, menga agishib o'qishga tirishing. Lekin men saqlasam sizni vaqt isrof bo'ladi, demak jiq vaqt ketib qoldi. Ma dars bak cho'zilib ketdi. Shuna amalda men jiq to'xtamayman. Agar
agar men o'qish jarayonida ozroq bir agishib manga olsangiz texim yaxshi. Hech bo'lmaganda ichingizda, okay? Xo'sh, unda boshlayaptim, qarang. Last week I went to the theater. I had a very good seat. The play was very interesting. I did not enjoy it. A young man and a young woman were sitting behind me. They were talking loudly. I got very angry. I could not hear the actors. I turned round. I looked at the man and the woman angrily. They did not pay any attention. In the end, I could not bear it. I turned round again. I can't hear a word, I said angrily. It's none of your business, the young man said rudely. This is a private conversation. Okay? O'qilishimiz shunda, agar xohlasangiz salma videoni kayniga yondiribla qayta anglasangiz bo'ldi. Har bir jumlada bir to'xtatib deb vaqtli to'xtatib qo'yib agishib o'qisangiz bo'ladi, okay? Uni qilib bo'ladi, okay? Lekin men bu yerda jiq vaqt sarf qilsam, masalan, har bir jumlani o'qib bo'lib uzun tinilib sizni bir o'qib olsin deb. Bunda qilsam bakchiq vaqt ketadi demoqchi, okay? Unumni yuqori ko'tarish uchun o'zingiz bir amal qilib agishib o'qib jiq anglab hattoki mashq qilgaysiz, okay? Unda men tarjima qilib o'tmay qarang. Last week I went to the theater. O'tgan hafta men borgandim teatrxonaga degan gap. Buni ravon qilib bunda qolamiz Uyg'urchada. O'tgan hafta men teatrxonaga borgandim. Okay? Went nimaligini bilasiz. Go o'tgan zaman shakli. Men buni birinchi qismda bak tafsiliy tushuntiramiz. Demakchi, birinchi qismni yaxshi o'rganayotsangiz darsimiz bor, shu YouTube kanalimizda albatta. Agar yaxshi o'rganib bo'lgan bo'lsangiz, okay, buni tushunishingiz kerak. Went degan go o'tgan zaman shakli. Okay? I had a very good seat. Menda bo'lgan edi bir nihoyat yaxshi o'rin dedi. Men yaxshi bir o'ringa erishdim degan gap bu. Had degan mishada bo'lgan bo'lish, mislan bo'lish. Menda bati demakchi. Yoki erishdim deb tushunsak bo'ldi. Okay? Yoki ega bo'ldim. Nihoyat yaxshi bir o'ringa ega bo'ldim demakchi, okay? The play was very interesting. The play ni bilimiz o'yin dedi, sahna o'yinib qartilgani. Was very interesting. Nihoyat qiziqarli edi dedi. Was degan shu isninki o'tgan zaman shakli bo'ladi. BP'lar bilasiz buni, okay? I did not enjoy it. Agar I enjoyed it bo'lgan bo'lsa, men undan huzurlandim bo'ladi. I did not enjoy it degancha, men undan huzurlanmadim degan. Yoki men undan huzurlanmadim. Okay? A young man and a young woman were sitting behind me. Bir yosh er bilan bir yosh ayol o'ltag'an idi kaynimda meni. Nasıl canlıq menda qolamiz buni. Bir yosh er bilan bir yosh ayol mening kaynimda o'ltag'an idi dedi. Okay? O'tgan davomlashayotgan zaman, buni biz so'zlab bo'lgan birinchi qismda. Okay? They were talking loudly. Ular paranglashayotgan edi yuqori ovoz bilan dedi. Loudly, ravisha abaydab bo'ldi. Okay? Ya'ni ular yuqori ovozda paranglashayotgan edi dedi. I got very angry. Yerki got nima? Get ning o'tgan zaman shakli. Okay? Ya'ni bu hikoya shu o'tgan zamanda bayon qilinayotgan bir hikoya, unda olgan o'tgan zaman degan bu narsa qalbimizda tabiiy holda shakllanib bo'lishi kerak. Okay. Got degan getni o'tgan zaman shakli degan narsa biz tonishliq demoqchi men. Okay? Ya'ni nima degan ma'nosida getningki ma'lum bir xil ahvolga giribdor bo'lish yoki ma'lum bir xil ahvolga yetish, ma'lum bir xil ahvolni qo'lga keltirish degandek bir ma'nosi bor get deganninki. Masalan, get angry bo'lsa shu xafa bo'lish demoqchi mishada. Very angry degan back xafa degan gap bu. Get very angry degan shu back xafa bo'lish, ya'ni shu xafalik shu ishiga yetish demoqchi.
yoki shu xafalikni qo'lga keltirish degan narsa bir ma'nosi bor demoqchi. Undan so'ng I got very angry deb olamiz Uyg'urchada. Nayt jonliq tarjima qilsak, nayt xafa bo'lib ketdim deydi. Men nayt xafa bo'ldim yoki bak achchig'im keldi deb olsak ham bo'ladi, okay? I could not hear the actors. I could not hear degan I cannot hear ni o'tgan zaman shakli. Could degan can ni o'tgan zaman shakli demoqchi. Can degan qilinmas, masalan, qilish bu. Could degan shu qilalash o'tgan zamanda. Could not bo'lsa shu qilinmagan tem degan bo'ldi. Nimani demoqchi? Hear dedi, anglashni. Undan men anglayolmadim degan ketgan qo'l. Nimani? The actors. Artistlarni dedi. Uzun tarjima qilsak, buning ma'nosi men artistlarni anglayolmadim degan gap. Uyg'urchada unda demaymiz biz. Men artistlarning gapini anglayolmadim deymiz. Ingliz tili bilan Uyg'ur tilining mishadagi bir farqini deb o'tib ketsam, inglizchada I cannot hear you dedi. Men seni anglayolmadim deb. Uyg'urchada I cannot hear masalan your voice deb unda olamiz. Men sening ovozingni anglayolmadim deb. Demak, inglizchada undaq men sening ovozingni anglayolmadim demismi? Men seni anglayolmadim desam bo'lardi. Bu ingliz tilini ifodalash odati. I cannot hear you deb. Men seni anglayolmadim deb. Uyg'urchada buni tarjima qilganda jonli qoldirganda men sening gapingni anglayolmadim deb unda tarjima qilamiz demoqchi. Okay? Xo'sh, shunda qisqasi I could not hear the actors deganimi? Men artistlarning gapini anglayolmadim degan gap bu. Okay? Udul tarjima qilsak nima bo'ldi dedim, men artistlarni anglayolmadim bo'ldi. Okay? Xo'sh. I turned round. Turn degan burilish degan gap. Round degan aylanib degan gap. Yumaloq holda degandek bir ma'nosi bor. Round degan. Unda I turned round degan nima shu? Men kaynimga burildim degan gap. Odam burilganda shu beshinimda yumaloq bir xil buraydi-ku. Shuni ko'z oldingizga keltirsangiz round ni tushunasiz demoqchi. Round degan shu yumaloq holda degandek bir ma'nosi bor. Xo'sh, unda I turned round degan nima? Men kaynimga burildim deydi. I looked at the man and the woman angrily. Look at nima o'tgan zaman shakli. Men qaradim degan gap bu. The man and the woman er bilan ayolga deydi. Angrily. Qanday holda? Xafa bo'lgan holda deydi. Okay? Yoki achchig'im bilan deb olsak bo'ldi. Ya'ni men er bilan ayolga achchig'im bilan qaradim deydi. They did not pay any attention. Ular hech qanday diqqat bermadi deydi. Hech qanday diqqat qilmadi degan gap bu. Diqqatni qilib qo'ymadi deb olsak bo'ldi Uyg'urchada. Okay? They did not pay any attention. Abiyam dedim, pay attention degan nima? Diqqat berish, ya'ni diqqat to'lash degan ma'nosi bor. Udul tarjima qilsak demoqchi. Pay attention Uyg'urchada deb olamiz, diqqat qilish deb olamiz. Okay? Narsa they did not pay any attention bo'lsa, ular qat'iy diqqat qilmadi deb olsak bo'ladi. Qarabmi qo'ymadi, diqqat qilib qo'ymadi deydi. Okay? And degan hech qanchalik degan ma'nosi bor. Okay? In the end, oxirida deydi. I could not bear it. Bear degan chidash de. I could not bear it degan men chidayolmadim degan gap bu. Okay? Could degan can o'tgan zaman shakli ham bir qatim desam. Undan keyin I turned round again. Men yana bir qatim kaynimga burildim deydi. Okay, men yana kaynimga burildim deydi. Aka yalan qirnaqchidagi o'zining gipi, gipini naql keltirib elayotgan miyada, okay? I can't hear a word. Indash belgisi qarab urg'uliq o'qiymiz. I can't hear a word. Ya'ni I can't hear degan men anglayolmayman degan gap, yoki anglamadim deb olsam bo'ldi. Yoki anglayolmayman, okay? A word bir so'zni mi? Ya'ni men bir so'zni anglayolmayman degan gap bu. I said angrily. Men dedim xafalık bilan yoki achchig'im kelgan holda dedi. Okay? It's none of your business. Bu sizning ishingiz emas. None of your business degan sizning ishingiz emas degan gap. It's degan shu u demakchi bu. It's none of your business. Bu sizning ishingiz emas dedi. Nima demakchiki? G'ayri bir gap bu. The young man said rudely. Yosh yigit dedi qo'pollik bilan degan gap bu. Ya'ni it's none of your business. The young man said rudely. Bu sizning ishingiz emas, dedi qo'pollik bilan yosh yigit. Okay? This is a private conversation. Bu bir shaxsiy parang dedi. Okay? Degan gap bu, it's none of your business. This is a private conversation. Aslida buning demakchi o'g'ini qarin nima bu degan shaxsiy parang degan ekan. Ya'ni
Avtorninki kayniga burilib men bir so'zni anglayolmadim deganini qandaq o'zining gapini anglayolmadim degan o'xshaydi deb tushunyapti bu. Nimani anglamoqchidan, qaring nima degan shaxsiy parang deb din deyishning sababi shu demoqchi bu. Okay? It's none of your business. This is a private conversation. Amaliyotda avtorning degani nima edi? Men sendiki artistlarning gapini anglayolmadim degan maqsadda I can't hear a word desa bu qo'pib, men kendiki yigit qo'pib, mening gapimni anglayolmadim degan o'xshaydi deb chatag'ing nima degani shu. It's none of your business. Sening ishing emas yoki chatag'ing nima deb asaqim bo'ldi amaliyotda. Okay? This is a private conversation. Bu degan shaxsiy parangdir. Tushunishliqmi? Xo'sh, shunda olsa dialog, mushu dialog shu savoldoshlar. Buni qayta o'qib, yodlab, yezib, ko'chirib, qilib olsangiz texnik yaxshi, ma'nolarni o'zingiz yana bir qatim tahlil qilib chiqing. Jumlalarni nimishqa so'z mundaq keldi, nimishqa fe'lninki mundaq shakli keldi, o'tgan zaman shakli demoqchi. Bularni men tafsili deb tushundirsam bo'ladi. Okay? Biz asosli kuchni nima qaratamiz dedim. Yodingizda bo'lsa, mashqlarga bakrab kuchaymiz. Chunki sizning maqsadingiz qanday? Bu kitobning maqsadi jiqroq mashq qilish. Practice and progress. Yodingizda bormi kitobning ismi? Ya'ni mashq qilish, undan olg'a bosish dedi. Mashq qilib pishqanda ananki olg'a bosqil bo'ldi-ku. Okay? Xo'shunda olsa, bundan keyin mushundaq o'timiz darsi savoldoshlar. Oldida so'zlarni tez bir tushuntirib, tekstni tez tushuntirib, kendini qanday mashqlarni ishlashga kuchaymiz. Xo'sh, qarang. Shu topda ekranda ko'ryapsizlar, summary writing, ya'ni xulosa yoziqchilik degan gap bu. Okay? Xulosa yoziqchilik nima desangiz, amaliyotda shu mashqlarimiz ichidagi eng muhimlarning birisi. Amaliyotda hammasi muhim, lekin xulosa yoziqchiligimiz bak muhim. Bununla belki astoydil muomala qilishimizni umid qilaman. Undan xo'sh, o'zimizning gapga qaytib kelsak, talabida nima deydi? Answer these questions in not more than 55 words. 55 tasqatmi yosh degan ekan. 55 so'zdan kam, ya'ni ozroq, ya'ni jiq bo'lib ketmagan demak. Not more than 55 words degan 55 so'zdan ko'p bo'lib ketmagan so'zlar ichida demakchi. Javob bering bu savollarga dedi. Okay, ya'ni bergan javobingiz diki so'zlarning jami soni 55 ni eshib ketmasin demakchi. Okay? Unda 8 savol bor ekan, 8 savolga biz cho'qim javob berishimiz kerak. Albatta, men javob bersam yaxshi bo'ladi, lekin sizning azroq ta'jib qilsa, inglizchangiz yaxshi bo'lmaydi. Okay, mashqni o'zingiz qilasiz. Albatta, men bir savolni ko'rsatib bermay, qolganini o'zingiz qilasiz. Undan so'ng xo'sh, birinchi savolni ko'rsatib bermay qarang. Where did the writer go last week? Abdur oldinqatdan nagvadi degan gap bu. Where, qayerga did the writer go? Abdur badi last week o'tgan hafta. Okay? Ya'ni Abdur o'tgan hafta nagvadi degan gap bu. Buning javobi nima? Tekstga qarasak, qarang. Tekstning birinchi jumlasi last week I went to the theater dedi. O'tgan hafta men borgandim teatrxonaga. Bu tekstda Abdur o'zining tilida bayon qildi, birinchi shaxsning tilida I deb, men deb. Lekin javob berganda biz qanday? I went to the theater last week yoki last week I went to the theater deb javob bersak bo'ladi. No, bo'lmaydi, chunki u deb javob berishni kutib the writer deb so'rayapti savolni. Ya'ni Abdur o'tgan nagvadi deb. Undan biz javob berganda I, men deb javob bermaymiz, balki he. Okay? Actually deb tushunimiz bu nimani Abdurni. Shuna javob berganda the writer yoki he deb went to the theater last week. Deymiz yoki vaqtni bildiradigan so'zni qanday jumlaning beshiga olsak ham bo'ladi. Hozir so'zlaymiz nima shunday bo'lganligini. Ya'ni demakchi last week he went to the theater yoki last week the writer went to the theater. Okay? Nima shunday bo'lganligini bak tushundirmesam bo'ladi-ku, nimishqa went ni ishlatadiganligimiz, nimishqa u javobni undaq beradiganligimizni demasam bo'ladi-ku, bash qo'lda ayon bo'lib ketdi-ku. Lekin men 2 dan 8-siga chiqqanda o'zingiz cho'qim ishlamasangiz bo'lmaydi, savoldoshlar. Okay? Agar ishlash jarayonida savol bo'lib qolsa, cho'qim shu videoning tagidagi, ya'ni YouTube'da ko'rasiz-ku bu videoni.
Şu videonun tigidikki fikir yazış degan yoki qandaq fikringizni yoki savolingizni yozib qo'ysangiz men javob beraman. Okay? Unda hozir summary writing tushunib oldingiz qanday qilishni. Qolgan javobni o'zingiz bergaysiz. Yoki ma'laqi talabninki demak mazmuniga asosan 55 so'zdan ishib ketmagan so'zlik bilan javob bering demakchi-ku. Savollarga. Demakchi 55 ni ishib ketmasin degan gap azroq so'zlarni ishlatib demakchi ekan-ku. Unda olsa javobni men birinchi savolga berganda demakchi. Last week the writer went to the theater. Yoki last week he went to the theater. Deb o'tamay to the theater deb javob bersang bo'ladi bu yerda. Qisqartirib. Endi demakchi 8 savolning javobini qisqartib bersak ozroq so'zlagan bo'lamiz. Demak ishib ketmaydi 55 so'zdan demakchi-ku. Xato emas demakchi-ku javobmi? Ya'ni to the theater degan xato emas. Yana bir qatim deb o'tsam savol bilan javobni qo'shib qarang. Where did the writer go last week? Javob to the theater. Okay? Nima shunda oldiganligini hozir deb bo'ldimi? Xo'sh, shunda olsa mashqimizning ikkinchi bo'ligi key structures deb ataldi. Ya'ni halqiliq qurilmalar, bu yerga qurilmalar degan jumla qurilmasi qartilgan. Key degan oshqish degan ma'nosi bor albatta. Halqiliq deb olimiz o'yib Okay? Ya'ni halqiliq qurilmalar. Muhim jumla qurilmalari demakchi ekan-ku. Okay? Buningda nima so'zlaydi desangiz, men qarang. Temasi bu mashqninki, ya'ni mavzusi. Word order in simple statements. Word order degan so'zlarning tartibi degan gap. Masalan, qaysi oldida qaysi keldiganlik tartibi demakchi. In degan ichida simple statements degan oddiy jumlalarda, ya'ni bayon jumlalarining gapi ma'vo. Statements degan bayon jumlalar degan gap. Ya'ni simple statements uchun oddiy bayon jumlalar deydi. Ya'ni oddiy bayon jumlalardagi so'zlarning tartibi degan gap bu. Ma A, B, C degan 3 bu nima desangiz amaliyotda nazariya. Bu nazariyalarni bu yerda birin-bir o'qib tushuntirishning faqat hojati yo'q. Agar qiziqsangiz o'zingiz albatta o'qib tushunib qilsangiz texi yaxshi. Eng muhimi nima deydi desangiz, men xulosalab bersam bu nazariyaviy gaplarning kimi A, B, C degan 3 nuqtada demakchi bo'lgan gaplarni Uyg'urcha qisqalam xulosalab bersam, bayon jumla degan bizga bir ahvolni bayon qilib beradigan jumla hisoblanadi. Bayon jumlalarda ma'lum bir ahvol bayon qilingan bo'ladi. Har bir bayon jumlada bir ideya o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Ya'ni bir ideya bizga so'zlab berildi demakchi. Demakchi bir ideyani o'tirib qo'ygan bunday jumlani biz qanday bayon jumla deymiz, oddiy bayon jumla deymiz degan gap. A ning ma'nosi. B ning ma'nosi jumlalarda, ya'ni bayon jumlalarda so'zlarning o'rni intayin muhim deymiz. So'zlarning o'rni shunday o'zgarib ketib qolsa, ma'nosi o'zgarib ketadi degan gap. Ikkinchi B ning ma'nosi. Bunga misolan bunda ikki jumlani bergan qarang. The policeman arrested the thief. Saqchi o'g'rini qo'lga oldi degan gap yoki o'g'rini tutdi. Ikkinchisi the thief arrested the policeman. O'g'ri saqchini tutdi degan gap. Unda olsa demakchi bu ikki jumlani selishtirsangiz so'zlari o'xshash so'zlar, birisi kam, birisi ortiq emas. Faqatla o'rni olmishib qolsa ma'nosi osmon va zamin farqlanadi. Ya'ni ustidikisida saqchi o'g'rini tutdi bo'lgan bo'lsa, tigidikisida o'g'ri saqchini tutdi bo'ladi. Demakchi so'zlarning o'rni muhim demakchi. Almishiblik esa ma'nosi o'zgarib ketadi demakchi, okay? Mushin demakchi. Ya'ni bayon jumlalarda so'zlarning o'rni muhim degan gap. B ning ma'nosi. B degan ma'no nazariyaning ma'nosi. Ham C nima ma'no bildirdi desangiz, har qanday bir bayon jumlada 6 dona bo'lak bo'ladi. Har qanday emas endi. Bir tipik bir bayon jumlada deydi. 6 dona bo'lak bo'ladi deydi. Jumla bo'lagining gapi ma'no. Masalan, ikkisi xabari to'ldiruvchi yana bir nimasi deganda. Hozir men u hammasini yishib tushunmayman, chunki uni grammatikalik atalg'ular bilan atsam, darsni mishat to'xtatib bilan qochib ketishingiz mumkin, o'rganmayman deb. Chunki grammatikaga nurg'undan o'sh demakchi, yaxshi ko'rmaydi. Qisqartirib, oddiy qilib qanday bunda deb berman bu gapni. Bayon jumlalarda normalda 6 bo'lak bo'ladi. Bularning ichida masalan bizning eng muhim belgilashlik tegishli 3 narsa bor. Qolgan 3ni keyin ketib deymiz. U uchun nima desangiz, ega, xabar, anankin to'ldiruvchi. Okay? Demakchi, bu bo'laklarning o'zining o'rni va jumlada degan gapman qisqasi.
cümlelerde o'zining o'rni va palani yerda keladi demoqchi. Seninki ma'nosi uzun gapning qisqasi. Ondan keyin demak shu o'g'lim key structure degan ma'noda mushun deb berdi bizga bugungi darsda. Bundan keyin qanday har bir darsniki mashqni ishlaganda mushundaq ishlab ma'nimiz endi. Birinchi bo'liki mashqniki xulosa yoziqchiligi, bu xulosa yoziqchiligi nima qiladigan narsa desangiz, mushundaq tekstni tushunganimizga asosan savollarga javob beradigan narsa. Savollarga javob berishning o'zi shu yozish mashqi bu, ha. Anan ikkinchi bo'liki bu mashqniki. Hozir degandek xalqliq jumla qurilmalari. Ya'ni qaysi so'z jumlaning nasida keladi degan narsa. Bugun bir hisobda ingliz tilining chumpardisini qarab o'timiz desak bo'ldi. Qaysi chumpardisini bu sirliq tuyuldi emasmi? Ingliz tilida qanday ifodalandi bir o'y fikr. Egisi nada keldi, xabar nada keldi, to'ldiruvchi nada keldi, oddiylashtirib bersak. Mush narsani bilmaylar nurg'un odam qiyib ketdi. Chunki biz Uyg'ur tilida so'zlab cho'ng bo'lgan, Uyg'ur tilida so'zlab yashaymiz, Uyg'ur tilida so'zlab o'lib ketamiz. Demakchi, bizning kallamizda Uyg'ur tilam bor, jumlalarning ifodalanishi Uyg'urchalam shakllangan bizning kallamizda. Lekin ingliz tilimi o'ziga kuchli bir jumlalarga qurilmasiga ega. Albatta inglizcha o'rganish uchun qanday jumla qurilmalarini cho'qim yaxshi bilish kerak. Okay? Ya'ni ingliz saviyaning o'sishi shu ingliz tilidagi jumla qurilmalariga ko'nish yoki ko'nmaslikka bog'liq odamniki. Xo'sh, shunda olsak, uzun gapning qisqasi mushu narsalar, ya'ni so'zlarning jumladagi rad tartibini, o'rni so'zlanadigan bir mashq bu key structures degan. Okay? Andan keyin exercise degan mashqlar degan gap albatta bu nimdaydi bu yerda desangiz, qisqalar deb bersam Uyg'urcha. 7 dona tiksiz deb, ya'ni demakchi o'g'lim 7 dona tik qursizang deydi. Tik qur. Tik qurni inglizchada column deymiz, column. Okay? Ya'ni 7 dona tik qursizang bir qog'ozga, ya'ni ikki varaq qog'ozni juplab, unda to'g'risi qilib, sizg'ish bilan 7 dona tik qursizib chiqayang deydi. Nima ish qilamiz deganda, mana mundaq demakchi. 7 dona tik qur degan qandoq? Mana 1 2 3 4 5 6 7 bo'ldi degan gap. Okay? Xo'shnas nima ish qilamiz bu 7 dona tik qurni sizib desangiz, mundaq qilamiz. Endi jumladagi demakchi so'zlarni o'z o'rniga qo'yib, jumlalardagi so'zlarning kelish tartibini tushunamiz endi qarama. Abaydiginim ingliz tilining chumpardisini qarab o'timiz dedim-ku, endi siri yeshildi. Zodi ingliz tilida bir sharkat qanday ifodalandi? Ya'ni jumlaning beshida nima keldi? Uningga aksiya nima keldi? Andan nima keldi? degan narsani bilgan bilib olamiz demakchi. Bu barcha bo'sish xarakterli bir ilgirlash, okay? Masalan, men mishada bir misol bersam, masalan, Uyg'urcha o'ylan qarang, Uyg'urchada munda deymiz qarang. Men tunugun do'konga bordim deymiz. Tushunishliqqa gapim. Kim? Men. Qachon tunugun? Nega do'konga? Nima ish qildingiz bordim deymiz. Gapim tushunishliqqa men tunugun do'konga bordim deydi. Bu Uyg'ur tilining ifodalash odati bu. Lekin inglizcha bunday emas. Inglizcha qanday? Inglizchada men bordim deydi. Ana kim do'konga deydi. Eng oxirida andan tunugun deb qo'shib qo'ydim. Masalan, I went to the store yesterday deydi inglizchada. Men went bordim yoki went to bordim. Masalan, the store degan nima? Do'konga. Yesterday tunugun, ya'ni men bordim do'konga tunugun deb munda ifodalaydi ingliz tilida. Demakchi, mushuni tushunamiz demakchi. Uyg'urchada men deb bo'lib anankin do'konga men tunugun do'konga bordim deb xabarini, ya'ni sharkatni ifodalaydigan jumlaning xabarini qanday eng oxiriga olib qo'yamiz Uyg'ur tilida. Men tunugun do'konga bordim deb. Inglizchada unday emas. Inglizchada xabar igiga agishib bilan keldi. Men bordim deydi. Anankin nega qachonligini asta-asta oldirmaydi deydi. Mana bu ingliz tili. Okay? Demak, mushuni biz hozir texnik yaxshi misollar bilan tushunib olamiz. Xo'sh, uzun gapning qisqasi, men hozir siz ko'rayotgan jadvaldagi eng so'l tarafdagi nimishqa 6 o'lab qoladi desangiz, amaliyot bu jumlaning eng oxirida kasm bo'ladi degan gap. Ya'ni vaqtni bildiradigan so'z. Yodingizda bormi? Bugungi tekstimizning birinchi jumlasi qanday boshlanganki, last week I went to the theater deb boshlangan. Unda olsa last week degan vaqtni bildiradigan so'z ekan.
yoki so'z birikmasi. Nerede geldi? Cümlenin beşidi geldi deymiz. Ameliyatda cümlenin ahirida kelsin bo'lamdi. Shuning uchun asli berish 3 4 5 6 deb bunda tutgan, anakin tizib bo'lib, to'xtatma 6-si boshda kelsin bo'ladi degan maqsad sababdan 6ni 5ga yozib qo'ygan degan gap mana. Tushunsangiz, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa vaqtni bildiradigan so'z cümlenin eng beşidi kelsin bo'ldi-ki. Okay, buni tushundik. Anandan nima keladi? Anandan keyin rasmiy tartib boshlandi, qarang. 1. Birinci sözü cümlenin nimesi bo'lishi kerak? Who, which, what bo'lishi kerak. Ya'ni kim, nima yoki qaysi, ya'ni cümlenin egisi demakchi. Ammo cümleni misolga olsak, who ga javob bo'lib keladigan so'z nima? I. Ikkinchi surilgan o'ng tarafga. 2 degan nima? Action, action degan harakat degan gap, ya'ni xabar cümleninki. Harakat degan xabar bu ish harakatini bildiradigan so'z. Shu xabar bo'ladi bu cümleda, okay? Undan sonra actionni hozir nima dedik? Harakat dedik. Harakat nimaki bu cümledeki? Went. Yani go'ni o'tgan zaman shakliga badimmi? Xo'sh, undan olsa, yana bir qatim aslab chiqsak boshdan. Qachon? Yani so'z vaqtni bildiradigan so'z jumlaning beshida keldi. Okay? Ma'qul. Qachon? Last week. Kim? I. Action. Action went. Qayaga? 3-4lar qurib qoldi. Nimishqa? Bu yerda gap yo'q degidak. Shuning uchun qurib qoldi. Nima gap bor? Endi demakchi wentning kayniga agishib kelgan so'z yoki so'z birikmasi nima edi? To the theater edi. Unda esa bu to the theater degan 5-chi tik qurga joylashdi degan gap. 3-4-chi tik qur masalan deydigan gap bo'lmag'achqa bekor qolibdi. Okay, bo'pti, tushundik. 5-chi to the theater degan qaysi cümlenin qaysi bo'ligi yoki qaysi so'zga javob bo'lib keldi desangiz, naga degan so'zga javob bo'lib keldi. Unda olsa, mushu jumlani bir yig'ishtirib, yana bir qatim desak, qachon? Last week. Kim? I. Nima qildingiz? Yoki harakat went. Naga? To the theater. Mushta ifodalandi ingliz tilida. Last week I went to the theater degan gap. Okay? Xo'sh, bu bir oddiy misol. Bundan misoldan bir necha voqea qarang tegida. I deydi. Tegidagi jumla qarang. Ya'ni jumlaningki eng beshida keladigan qismi mana. Ya'ni kimga javob bo'lib keladigan qismi jumlaningki. Kim? I. Action had. Ya'ni ega bo'ldim degan gap bu. Had ega bo'ldim yoki baqildim o'zimda. Okay? Uchinchisi nimani degan gap mana bu. Ya'ni nimani degan savolga javob bo'lib keladigan qismi jumlaningki. Javob nima? Nimani? A very good seed. Ya'ni what ga javob bo'lib keladigan so'z a very good seed. Nayt yaxshi bir o'rin deydi. Ya'ni I had a very good seed degan jumlani parchalab baqa 3 bo'lakka deb deb bo'lasiz. I degani who ga javob bo'lib keladigan jumlaning egisi deysiz. Had degani action ga javob bo'lib keladigan, ya'ni action ga tava demakchi yoki parallel. Action ga tava had, okay? Equal them, okay? Anonkin nimiga what? A very good seed. Nayt yaxshi bir o'ringa. Gapni tushunishdikmi? Demak, bu jumla, mushunda jumla tahlil qilsangiz. I, kim? I. Jumlaning egisi. Nima ish qildingiz? Ya'ni harakati. Had. Ega bo'ldim. Nimiga? A very good seed. Okay? Hargizmi boshqa shaklda ifodalanmaydi bu jumla. Boshqa shaklda ifodalansa bu jumla xato bo'ladi. Okay? Ingliz tilida shunday tilanadi. Men ega bo'ldim bir yaxshi o'ringa, nayt yaxshi o'ringa. Yana tez oldi tegiga surilsa qarang. The play was very interesting. Nima degan gap? Jumlaning eng beshida kelayotgan nima? What degan savolga javob bo'ldi hozir endi. What? The play. Action was. Action degan harakat. Was degan BPL. BPL degan bir xil holatni bildiradigan fe'ldi. Undan sonra harakat deb turib biz holatni bildiradigan BPLni ishlasak, demakchi bu yerga boshqacha atalg'isi yo'qmi? Harakatdan boshqa ikkinchi, demakchi jumlaning ikkinchi bo'ligi. Okay? Desangiz, bu garchi was, ya'ni BPL bo'lsa-mu, qanday bo'lsin bir fe'l, holatni ifodalaydigan fe'l. Ingliz tili o'zgacha bir til bo'lg'achqa, ya'ni holat ifodalaydigan jumlalar BPL bilan ifodalanadigan bo'lg'achqa, BPL bilan ifodalanadigan bo'lg'achqa, demakchi bu BPLning amaliyoti shu fe'lga tang deymiz. Shunga BPL degan gap shu yerdan chiqyapti amaliyotda.
qanday bo'lmasin, garchi holatni ifodalashmi shu bir xil be fe'l deb ifodalanadi. Shuning uchun yana shunga tang qilib, shu actionga yana shu barobar qilamiz demoqchi, parallel qilamiz. Okay? Garchi harakat bo'lmasmi, holatni bildiradigan bir xil jumlaning xabari bo'ldi demoqchi bu yerda. Harakat bo'lmagan bilan xabarlik rolini shu o'ynab keladi demoqchi be fe'l mishada. Okay? Unda esa the play nima? The play. Nima ya'ni o'yin. Harakat ide deydi. Was degan ide bu. Qandaq ide demoqchi? Very interesting. Savodashlarga deb qo'yadigan bir tuzitish mishada, amaliyotma very interesting. Uchinchi tiqqurning 3 degan nomer yozilgan tiqqurning tegiga emas, balki 4 degan nomer qo'yilgan tiqqurning ostiga yozilishi kerak asli. Basmadagi xatolik. Men bak hayron. Basmada bunda xatolikning yuz berishiga bak hayronman. Asli bunda bo'lmaslik kerak, okay? Demak, shu o'g'lim the play birinchi bo'lak jumlaningki birinchi bo'lagi, ya'ni nimaga javob bo'lib keldi. Ikkinchi bo'lagi was, uchinchi bo'lagi yana bu demakchi o'g'lim mana the play degan birinchi bo'lak kitobi, was degan ikkinchi bo'lak kitobi, very interesting degan amaliyot to'rtinchi bo'lak kitobi. Ya'ni qandoq degan savolga javob bo'lib kelgan qism mana. Okay? Uzun gapning qisqasi buni tarjima qilsak nima bo'ldi? O'yin edi, nihoyat qiziqarli degan gap. Ya'ni qandoq edi degan savolga javob bo'ldi. Very interesting degan so'z birikmasi demakchi. Hargizmi nima yoki kim yoki kimga degan savollarga javob bo'lmaydi demak. Very interesting. Okay. Qandoq degan savolga tava bo'ladi demakchi. Ya'ni the play was very interesting degan bu jumlani parchalasak, shunday uch bo'lakka parchalaymiz. Ya'ni igisi nima ekan? The play. Ya'ni nimaga javob bo'lib keldi. Xabar nima ekan? Was yoki ide degan ma'nosi bor. Very interesting degan shu how, ya'ni qandoq edi degan savolga javob bo'lgan qismi. Okay? Xo'sh, yana tegi surilsak I did not enjoy it. Kim? I. Avval gapimiz bo'yicha jumlaning egisi. Kim? I. Action did not enjoy. Hozirlanmadim yoki hozirlanmadim. Nimani? What? It dedi, uni dedi yoki undan. Okay? I did not enjoy it degan men undan hozirlanmadim degan gap. Endi 3 parchaga bo'lsak bu jumlani. Igisi I bo'ldi, xabari did not enjoy bo'ldi. Endi to'ldiruvchi degan nahmu shu gap shu. It degan undan. Okay? Men undan hozirlanmadim. Ya'ni iga xabar to'ldiruvchi ma tartib kelayotgan jumla bu. Okay? Qo'shimdasi yana tegi surilsak a young man and a young woman deydi. Kim? A young man and a young woman. Action were sitting deydi. Okay, o'ltagan edi. Qayada? Where? 5-chi tiqqurib qarang. Behind me, mening kaynimda. Ya'ni kim? Bir yosh er bilan bir yosh ayol. Harakati ular nima qildi demakchi, nima qilyapti demakchi yoki harakat nima bu jumladagi? Were sitting. Ana qayada? Hargizmi 3-4 ga o'tilganmaydi. 3-chi bo'lagi jumlaningki. Qaysi 5-chi ma'vo tiqqurga to'g'ri keldi demakchi. Ya'ni mening kaynimda. Okay? Ya'ni bir yosh er bilan bir yosh ayol o'tag'anti mening kaynimda degan mush jumla, mushundaq 3 bo'lakka mushundaq parchalanadigan jumla. Okay? Albatta bu jumladagi 3-4-chi tiqqurlarga to'g'ri keladigan o'rinlar qanday bo'sh qolibdi. Chunki u yerda gap yo'q-ku boshqa. Agar bo'lgan bo'lsa albatta mishay tiqqan bo'ladi. Okay? Unda olsa eng tegiga surilsak kim? They. Action were talking. How loudly dedi. Tushundingizmi? 1 2 4 ma tiqqurlarga joylashtirma jumla. Gapni tushunishku, agar tushunmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Hele rasmiy tushunsiz. Amaliy mashq qilish jarayonida. Undan so'ng sizga deydigan bir tavsiya savoldoshlar. Dialogni qanday dialog deyman, tekstni qanday bugungi darsning tekstini bir ko'rib chiqib, o'sha har bir jumlani mushundaq qilib, mushundaq yetti tiqqur sizib olib, masalan, eng so'l tarafdagi 6 deb berib, uni keyingisiga berish kuchlab tashlab 6 deb berib, demakchi 6 deganninki jumlaning beshiq kelishim bo'ldi ekan. Eng oxirgi kasım bo'lgan shu sababdan 6 2 uchiga yozilib qoldi. Mana tushundingiz. Demakchi, shunday jadvaldan birini sizib olib,
dialogdagi har bir jumlani shunday holatda yana bir qatim o'z oldingizga ma'noga qaramay turib, majradal qaramay turib to'ldirib chiqsangiz ajoyib isl ish bo'ladi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, mashqqa keldik savoldoshlar. Bu mashqni o'zingizlarning ishlashinglarni tavsiya qilaman, albatta men ko'rsatib boshda. Qarang, nima demoqchi ekan, yana uzun gapning mazmuni desangiz, talabning mazmuni mashqniki. Tuvandagi so'zlar jumlalardagi deydi. Tuvandagi jumlalardagi shu ayrilib ketmay birga turishga tegishli so'zlar yoki so'z birikmalari qandoq ning tigi sizilgan deydi. Ya'ni demoqchi, birinchi qarasangiz the film ikki so'zning tigi bir sizilgan. Bu ikkisi birga mangdi demoqchi. Anaki ikkinchi so'zni qarasangiz, mayada listen to deb ikki so'zning tigi sizilgan. Sababi ikkisi birga mangdi parchalanib ketsa bo'lmaydi demoqchi. Demak, xo'sh, uzun gapning qisqasi bu mashq nima mashq desangiz, so'zlar yoki so'z birikmalarining o'rinlari qalayimqonlashtirilgan asar mashq bu. Sizning vazifangiz ularni to'g'ri o'rniga qo'yish, ya'ni to'g'ri tartibda qo'yish so'zlarni. To'g'ri tartibda qo'yib, to'g'ri jumla shaklida ifodalash. Okay? Unda bo'lsa, ya'ni jumlani to'g'ri holatda, to'g'ri shaklda ifodalash demakchi. Unda bo'lsa, sizning vazifangiz nima ekan? Bayqi mana jadval bo'yicha qilish. Mush jadval bo'yicha qilganda qandoq tushunib ketsiz. Jadvaldagi shu har bir tiqurni endi bildim, ma so'z asli miyak kelish kerak ekan deb bilasiz. Ondan maqsadga yetgan bo'lamiz. Ya'ni abay degandek ingliz tilining chumpardisini qarab etgan bo'lamiz bugun. Men rasmiy bildim, ma'non jamoani rasmiy ko'rdim. Endi bildim ma'non qandoqligini debchi. Gapni tushunishlikmi? Endi biz boshqa gapni qilmayman, misolni ko'rib o'taylik, nima degan gap ma'lum. Texmi aniqroq bir misol bilan tushuntirib beraman desangiz, qarang, asli berilgani qandoq? Undan keyin last year, mumkin to America, oxirida went degan shaklda berildi jumla. Tartibda so'zlarning o'rni. Last year to America went deb. Buni to'g'rilash kerak. Ya to'g'rimi sizningcha? To'g'ri emas, xato. Buni to'g'rilash kerak qo'ya. Qanday to'g'rilaymiz? Qarang, matematikada bunda ishlab berdi bizga. The correct order is, ya'ni to'g'ri tartib shuki deydi. Deydi. Ya'ni xu'ga javob bo'lib keladigan so'z jumlaning beshida kelish kerak deydi. Yodingizda bormi? Jumlaning birinchi so'zi nima bo'lish kerak? Birinchi tiqur degan birinchi so'zi ku, okay? Albatta, uning oldida vaqtni ifodalaydigan so'z uning oldida kelsa bo'laverdi, yoki jumlaning oxiri kelsa bo'ldi. Agar men bir qaytilsam. Lekin rasmiy jumlaning beshida keladigan so'z nima bo'lish kerak? Who yoki which yoki whatga javob bo'lib keladigan so'z bo'lish kerak. Ya'ni mana ahvolda who deydi. Qarang, tirnoq ichiblam who'ga javob bo'ladigan so'z demakchi. Went deydi. Ya'ni action. Yodingizda bormi? Birinchidan keyindagisi nima? Action deya. Unda bo'lsa dan keyin went debdi. Ya'ni who'dan keyin action keldi. Ana keyin to America debdi. Where kan bu? Where degan savolga javob bo'ladigan qism kan, ya'ni 5-bo'shirunga, ya'ni 5-tiqurga to'g'ri keladigan qism kan bu jumlaning keyin. Qayerga degan gap. Mush jumladan apesaq demakchi. Ya'ni kim? Men. Went action nima qildim? Harakat. Went deydi. Qayerga? To America. When? Qachon? Last year. Amaliyat bu last year jumlaning beshakasini bo'ladi, albatta bo'ladi. Masalan, ma'qul qarasang tegrik qurgan. Or deydi, yoki deydi, last year eng beshi qo'yib, I went to America dedi. Ya'ni, bu to'g'ri, men Amerikaga borgandim degan gap bu. Bu gapni I went to America last year desam bo'ladi. Tushundingizmi? Demakchi, avayqa men uzundan uzun tushundirgan jadvalni endi rasmiy ishga kirishtirib qandoq mushlarni ishlashga to'g'ri keldi. Qancha 18 dona jumla ekan bu. Men birini ishlab bermay albatta, bo'pti, ikkini ishlab beray. Birinchisi bilan 11-sini ishlab beray, qarang. Birinchisi, the film I enjoyed yesterday. Agar bu tartibda desak nima degan gap bu, qarang. Kino deydi. Men huzurlandim tunugun. İngilizcede qattiq to'g'ri kelmaydigan gap bu. Nimishqa adam? Birinchi so'z nima bo'lishi kerak? Albatta, vaqtni bildirgan so'z bo'lsa,
eng başta vaqtni bildirgan söz kelsa bo'ldi. Agar bo'lmay qolsa, demakchi birinchi so'z nima bo'lishi kerak? Kimga javob bo'ladigan so'z bo'lishi kerak. Bundan bu jumladagi kimga javob bo'ladigan so'z nima? I. Jumlaning beshiga I'ni tizdikmi? Bundan I'dan keyin nima keladi? Qarang. Action keladi, harakat keladi. Okay, harakat nima bu jumladagi? Enjoyed. Okay, I enjoyed deb oldik emas. Okay, tushundim. I enjoyed keldi. Anondan keyinchi. Qarang, uchinchi tiqur nimadan degan gap bordi. Unda olsa kimning keyindan nima qildim degan gapdan keyin nimani degan gapga javob berib ratlaydiganmiz tartibini. Unda olsa I enjoyed nimani? The film. Okay, very good. I enjoyed the film. Anondan vaqtni bildiradigan yesterday degan tunugun degan gap bu vaqtni bildiradigan so'z bu. Degan to'q jumlaning beshida kelsin bo'ldi, eng oxirida kelsin bo'lib deb. Yodingizda bormi? When ga javob bo'lib kelgan so'z eng oxirida kelsin bo'ldi yoki jumlaning eng beshida kelsin bo'ldi. Unda olsa uzun gapning qisqasi the film I enjoyed yesterday degan jumla qanday qilsak to'g'ri bo'ldi ekan? I enjoyed the film yesterday yoki yesterday I enjoyed the film desak to'g'ri bo'ldi ekan. Okay? Buni tushungan bo'lsangiz qolganini ishlay olasiz. Endi 11-ni yana men deb bermay qaraman. We at home stay on Sundays. Jumlaning egasi kimdak turdi qarang. Who ga javob bo'lib keldigan. We. Nima qildinglar? Action, stay. Qayerda qarang. Demak, shimamda qarasak, bu yerda vaqtni bildiradigan so'z va o'rinni bildiradigan so'z va unda olsa qaysining oldida keldi ekan qarang. O'rinni bildiradigan so'zning keyin undan vaqt keldi ekan yoki vaqt eng boshda kelsin bo'ldi. Unda olsa bu gapdan chiqdi turdi. Mana men deblam. Who? We. Action, stay. Qayerda? At home. Anondan on Sundays eng oxirga olsak bo'ldi. Yoki on Sundays jumlaning eng beshiga olsak bo'ldi. Unda eng oxir qo'yibdi. Yana bir qatim deb baqayli. We stay at home on Sundays. Yoki on Sundays we stay at home deb bo'ladi ekan. Gapni tushunishdikmi? Tushunmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Ishlang 18 hozir 18 jumladan 16 qoldi-ku. Men ikkisini ishlaydi. 18 16ni ishlasangiz tushunib ketasiz. Yoki yana tushunmasangiz majmuni yana bir qatam tekshirib, tartibni demakchi, jadvalni, o'sha har bir nima yoki qandoq yoki qayer yoki kim, nima ish qilding yoki qachon degan so'zlarga shu o'zininkini joyiga keltirib, demakchi, parallellashtirib qo'ysangiz qanday monument deb chiqadi. Buni o'zingizning ishlashini umid qilaman. Okay, men ishlab bersam qanday cho'qim bakki unumi yaxshi bo'lmaydi. Okay? Demakchi, yuqorqilar qanday? Yuqorqi ikki mashq amaliyotda qanday? Yuqorqi ikki mashq deganimiz hozirga qadar ishlagan ikki mashqimizniki birisi qanday? Ustidagisi yana mana bu xulosa yoziqchiligi bo'ldi. Ikkinchisi qanday? Halqiliq jumla qurilmalari bo'ldi. Xulosa yoziqchiligida tekstni tushungan shu tekstninki mazmunini tushunganimizga asosan so'ralgan savollarga javob berishni yozish orqali mashq qilgan bo'ldik yoziqchilik. Ya'ni xulosa yoziqchilik mashqini. Okay, endi nima ish qildik? Mana bu halqiliq jumla qurilmalari mashqida hozir degandek jumla qurilmalari, ya'ni so'zlarningki jumlalardagi qurilmalari, ya'ni o'rni yoki tartibini hozir biz qanday operatsiya qilib, nihoyat yaxshi tushunib olgan bo'ldik deyli. Lekin o'zingizga bog'liq qolgani, okay? Tushunmaganligingizni o'zingiz belgilaysiz. Mashqni ishlash yo ishlamaslik orqali, okay? Qo'shimda olsa, 3-qismi mashqimizningki multiple choice questions degan gap bu. Ko'p xil tanlash savollari degan gap. Xo'sh, ko'p xil tanlash savollari amaliyotda o'z ichidan 3 bo'limda qarang. Birinchi bo'ligi comprehension, tushunish degan gap. Ikkinchi bo'ligi structure, qurilma. Uchinchi bo'ligi vocabulary, ya'ni so'zlik degan gap. Bundan olsa, ko'p tanlash savollariga qanday 3 nuqtadan javob berdik ekanmiz. Ya'ni 3 bo'lak orqali javob berdik ekanmiz. Bir bo'lakka nima? Tushunish bo'lagi, yana birisi qurilma bo'lagi, yana birisi deganda so'zlik bo'lagi. Albatta ishlash jarayonida tushunsiz bu gaplarning nima ish bunday atilganligini. Ya'ni nima ish tushunish bo'lagi degan qanday bo'lak desangiz, qarang, boshladik hamsa. 1. The writer turned round. Abdur kayniga burildi deydi.
He looked at the man and the woman angrily. O er bilen ayalga açıgıda qarı deydigan gap bu. Okay? Unda olsa bu cümledeki boşurunga sizningcha A, B, C, D köpning keşinin qaysini tanlash kerak. Qarang, A, and they stopped talking. Shuning bilan degan gap and. Ular so'zlashdan to'xtadi degan gap. B-jo. But they didn't stop talking. Lekin ular so'zlashdan to'xtamadi degan gap. C-jo. But they didn't notice him. Lekin ular uni bayqamadi dedi. Notice degan bayqash yoki diqqat qilish, okay? Lekin ular uni bayqamadi dedi. D-jo. But they looked at him rudely. Lekin ular unga qo'pollik bilan qaradi dedi. Okay? Unda esa sizningcha boshirunga qaysi kas to'g'ri bo'ldi? 1 sekund yoki 5 sekund o'ylab o'ting. Okay, buning to'g'ri javobi but they didn't stop talking. Yani B to'g'ri bo'ldi. Nimishqa? Cümleni tushunsak ki berilgan cümleni qarang. Abdur kaynak burildi. O ayol bilan erga achchig'ida qaradi, lekin ular so'zlashdan to'xtamadi degan gap. Okay? Qolganlar xato. A, C, D lar xato. Okay? Tushundingizmi? Demakchi, tekstni tushungan bo'lsangiz, albatta, tushunish mashq ekan bu. Tushunish jihatdagi ko'p tanlash mashq. Demak, tekstni tushungan bo'lsangiz javob bera olasiz savoliga. Agar tushunmagan bo'lsangiz, albatta javob bera olmaysiz. Shunga tushungan bo'lsangiz javob bera olasiz degan sababdan yoki degan maqsadda tushunish mashqi deb atagan ko'p xil tanlash mashqini. Ham tushundingizmi? Okay? Unda ikkinchi savol qarang. The young man said, it's none of your business. Yosh er dediki, bu sizning ishingiz emas deb. It's none of your business degan shu. Chatag'ing nima deganga tang dedim-ku, Bu sizning ishingiz emas, yoki qaring nima degandek ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, yosh er ashta deb to'qaram. Yosh er dedi, bu sening ishing emas deb. Buningga to'rt tanlash berdi, qaysi to'g'ri unda olsa. A. He was talking to the young woman. Bu yosh ayolga da'vat etdi dedi. U gap ne demakchi? B. He was talking about the play. U o'yin to'g'riliq so'zlab etdi dedi. C. He thought the writer was trying to listen to his conversation with the young woman. U o'yladiki, avtor o'zininki o'sha aqida o'tgan yosh er ne demakchi? O'zininki yendiki ayol bilan bo'lgan parangini anglashga urinyotdi deb o'ylab qoldi demakchi. C. Okay? D-jo, he thought the writer was asking him a question. U o'ylab qoldiki, avtor undan bir savol so'rayotdi dedi. Ya'ni u avtorni o'zidan bir savol so'rayotdi deb o'ylab qoldi dedi. Dinin ma'nosi. Unda sizcha qaysi to'g'ri bo'ladi? 1 sekund, 2 sekund, 3 sekund, 4-5 sekund. Okay, very good. C to'g'ri bo'ldi amaliyotda. Okay? Ya'ni the young man said it's none of your business. Yosh er dediki, u sizning ishingiz emas deb. U avtorni o'zininki yendiki ayol bilan deyishayotgan parangni anglashga urinyotdi deb o'ylab qoldi. Shunga dedi demakchi. Okay? C to'g'ri bo'ldi javob. Okay? Xo'sh. Unda esa comprehension tugidi demakchi tekstni tushunganingizga asosan tanlashlarni elib bordingiz. Albatta siz tanladingiz, men tanlab berdim. Lekin sizni men qalliga turib o'tdi degan maqsadda bir necha sekund vaqt berdim. Okay? Bir o'ylab olishingizga. Tushundi deb turib, Anan kim men deyvetdim javobini, to'g'ri javobini. Okay? Xo'shunda olsa, tushunish jihatdagi, ya'ni tushunishimizni sinaydigan ko'p xil tanlash mashqi mushunda bo'ladi ekan. Buning lekin mushunda bo'ladi ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Buning keyingi darslarda. Xo'sh, structure bo'limidir-ku. Structure qismida, ya'ni jumla bo'liki. Nima degan gap bu qarang, uchinchisini men desamlam tushunasiz. Last week the writer went to the theater. Oldinqatda avtor teatrxonaga bordi degan gap bu. Deb bo'lib, he was the theater dedi. Thus to the theater mo, at the theater mo, into the theater mo yoki on the theater mo. Azroq o'ylanayotgan. At the theater to'g'ri bo'ldi. Ya'ni oldinqatda avtor teatrxonaga borgandi deb bo'lib, u teatrxonada edi, ya'ni teatrxonada deganni at
the theater deymiz. Hargiz to, into yoki on demaymiz-mi? Okay? Agar at ni tanlagan bo'lsangiz to'g'ri. 4. The young man and the young woman were sitting behind him. Yash er bilan yash ayol uning kaynida o'tirgan degan gap bu. Deb bo'lib, he was sitting bizma them deydi. That's a boshunga nima qo'yamiz? A before, B above, C ahead of, D in front of. O'zingiz tanlab bering. To'g'ri javobi D, ya'ni in front of. Ya'ni er bilan ayol, yash er bilan yash ayol uning kaynida o'tirgan degan gapdan chiqib turdi. U ularning oldida o'tirgan degan gap qo'y. He was sitting in front of them. Okay, very good. Now, number 5. Nima? Where more, why more, how more, when more? Did the writer feel? Abdur his qildi degan gap qo'y. Javob angry. Xafa dedi. Xafa his qildi demakchi. To'g'ri javobi how. Qanday his qildi demakchi. Abdur qanday his qildi deganga biz bunday javob beramiz. Xafa his qildi, ya'ni angry deb javob beramiz. Hargiz where yoki why yoki when emasmi? Okay, very good. 6-chi qarang. He looked at the man and the woman angrily. U er bilan ayolga xafa oldi qaradi deydi. Qarang, he looked at Jinma angrily. Naza boshunga A them ni qo'yamdiq yoki B they ni qo'yamdiq yoki C their ni qo'yamdiq yoki D us ni qo'yamdiq. Nima qo'yamiz? O'zini ayting. Them ni qo'yamiz albatta. He looked at them angrily. Qarang. Nimishqa deganni men bunda deb bermay qarang, ha. Yodingizda bor. Iga jumlaniki nimasi? Igisi nima bu jumlaniki? He. Action nima? Looked at. Kimga? Them. Undan so'ng u qaradi uningga. Them degan to'ldiruvchi bo'ladi. Angryly degan u holat, demakchi u holatni hozir demay turaylik. Eng muhimi shu jumladagi 6 bo'lak bor. 6 bo'lakninki shu eng muhim uchisini hozircha bilib turaylik. Hammani desak qechib ketsiz dedim-ku. Eng muhimi uchi qaysi? Ikkisi xabari to'ldiruvchi. Undan so'ng them degan nima desangiz, o'sha yerda to'ldiruvchi bo'ladi. Ya'ni almashlarning to'ldiruvchilik shaklida biz birinchi qismda o'rgatib bo'lgan amaliyotda. Ya'ni I'ningki to'ldiruvchilik shakli nima? Me yodingizda bo'lsa. They'ning to'ldiruvchilik shakli them bo'ladi. Demakchi, bo'sh o'ringa them kas to'g'ri bo'ldi. Sababi bu o'ringa keladigan jumla bo'liki to'ldiruvchi. Ya'ni them degan naq shu they'ningki to'ldiruvchisi bo'ladi demakchi. They degan bosh kelish shakli almashningki them degancha to'ldiruvchilik shakli. Shunchalik oddiy. Okay? Very good. Number 7. The young man and the young woman paid attention to the writer. A. None. B. Any. C. Not any. D. No. Qaysi to'g'ri? To'g'ri javobi no, ya'ni D javob to'g'ri. The young man and the young woman paid no attention to the writer. Sababi birinchi qismda o'rganib bo'lgan bu jumla shaklini, ya'ni paid degani badi degan gap. No attention degani yo'q diqqatni deydi. Ya'ni badi yo'q diqqatni degan gap shu. Hech qanday diqqat bermadi degan gap qo'y. Bu jumla shaklini biz birinchi qismda o'rganib bo'lgan. Demakchi to'g'ri javob no. Qolganlari hammasi xato. Okay? Xuddi yana bir misol bersam, menda pul yo'qni inglizchada ikki xil degan bo'ldi. Birisi I don't have any money. Yana birisi I have no money. Shunga o'xshashlam gapman. I have no money. Ya'ni menda bor, yo'q pul degandek, ular badi yo'q diqqatni degandek bir gap ma'vo demakchi. Okay? Qo'shimda olsa structure degan mashq shaklini tushundingizmi? Structure degan mushtaq ya'ni jumla qurilmasini mashq qiladigan mashqlar shunday bo'ladi endi. Jumla qurilmasini, ya'ni nima degan gap jumla qurilmasi deganimiz mishada qaysi so'zni yoki qaysi oldi qo'shilg'ichi yoki qaysi jumlani so'z turkumini ishlash to'g'ri bo'ldi degani, ya'ni shu so'z jumla qurilmalaridagi intayin muhim narsalar bu. Oldi qo'shilg'ichi, masalan, to'ldiruvchi jumlaniki, masalan, to'ldiruvchi, yoki igisi yoki abay degandek oldi qo'shilg'ichi degandek har xil har yangi so'z
turkumlari degandakchi mushta narsalar bilan aytishadigan mushundoq mashqni biz jumla qurilma mashqi deb ataymiz. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa multiple choice questionsning yeni ko'p xil tanlash savollarining birinchisini tushunish savollari dedik. Tekstni tushunsangiz undan javob bera oladigan. Ikkinchisini jumla qurilma savollari dedik. Jumla qurilmalari jihatda ko'p xil tanlaydigan savollar. Endi uchinchi bo'lik nimada? So'zlik bo'ligi. Unda so'zlik bo'ligida qarasangiz qancha savol ekan? 5 savol ekan. Tez ishlatayotgan. 8-si he had a good seat. U erishdi bir yaxshi o'ringa deydi. Seat degan o'ringa, o'tiradigan o'rinni, masalan, teatrxonadagi o'rinni demakchi. He was sitting in a good A chair, B place, C armchair, D class. Qaysi to'g'ri? Place to'g'ri bo'ldi. Sababi o'rin degan gap bu place. U bir yaxshi o'rinda o'tirgan edi dedi. Place bilan seat mishada o'xshash ma'noga ega. Shuning uchun demakchi so'zligingiz yaxshi bo'lsa, ya'ni shu so'zlikni bilsangiz undan ishlay olasiz. Bo'lmasa chair deb qarab o'tirsiz. Chair degan o'rindiq bo'lsa, uydagi oilaviy bir xillikda tushunadigan o'rindiqni chair deymiz-ku. Okay? Demakchi mustaqil viyaga tizib qo'yadigan o'rinni chair deymiz demakchi. Hargiz u teatrxonadagi bir-birisiga xato qo'yilgan tomoshabinlar o'tirib o'yin ko'radigan o'rinni chair demaydi, mumkin emas, okay? Ya seat deydi, ya place deydi demakchi. Okay? Ya'ni yaxshi o'rin degan narsa deymiz o'zdan. Oldidagi o'rin yaxshi o'rin, o'tirdagi o'rin nachar o'rin, keyindagi o'rin bizim o'rin deb o'rin degan yerga o'sha ya seat ya place ishlatildi demakchi. Okay? 9-si he was a young man. U bir yosh er edi deydi. He wasn't very, A old, B big, C tall, D large. Qaysi to'g'ri? Old to'g'ri, ya'ni A to'g'ri. Nimishqa? 9-jumla nima deydi? U bir yosh er edi deydi. U wasn't very, emas edi, back deydi. Qanday qari demakchi. U yosh er edi deb u back qari emas edi demakchi ekan-ku. Demakchi, shu young, oldlarni bilsangiz, so'zliklarni bilsangiz, uni to'ldira olasiz degan gap mana. So'zlik mashqini tushundingizmi? So'zlikni mashq qiladigan mashqlar mana. Okay? Xo'sh. Ya'ni ko'p xil tanlash. 10. The writer looked at the man and the woman angrily. Abdur qardi er bilan ayolga xabalda degan gap bu. He was very, sad, unhappy, cross, pleased. Qaysi to'g'ri? Albatta, C to'g'ri, cross degan night ochiqlanib ketgan degan gap. Night xafa degan ma'nosi bor. Shu yerilib ketadigan holatni qanday cross deydi masalan. I am cross desak nima bo'ldi? Men bak yerilib ketadimi? Shunday ochiqim qilyapti degandek ma'nosi bor. Okay? Unhappy degan xo'shal emas degan gap. Bu yerda xo'shal emasdan eshib ketgan. Aktorniki ro'y kayfiyati. Bak ochiq kapiti panamkin, deb keyinga qarab gap qo'yapti-ku. Unhappy desak, yaqin yo'lamagan bo'ldi. Degan sad, ko'ngli yerim degan gap. Bunda gap yo'q. Please degan xo'shal, ya'ni bir xil shatlangan holda degandek ma'nosi bor. Unda emas, okay? To'g'ri javobi cross, C. Okay? Ya'ni yangi bir so'z o'rgandingizda angry bilan cross asosan o'xshaydi. Cross degan very angry degandek bir gap amaliyotda. Okay? Angry degan xafa bo'lsa, cross degan very xafa degandekchi. Okay? Number 11. The writer couldn't yoki could not bear it. Abdurchi deganmi degan gap bu. He could not bizning it deydi. A carry, B suffer, C stand, D lift. Qarasangiz Abdurchi deganmi degan gap. Deb bo'lib, u bunda qilinmadi deydi. Carry, suffer, stand, lift. To'g'ri javob stand. He could not stand it. He could not stand it degan shu. He could not bear it. Tanglam gap, o'xshashlam gap. Uchi deganmidi. Inglizchada ashtabaymiz masalan. I can't stand him desak, men uninggacha deyolmayman. Ya'ni u bayada bir xil shunda bir xil jizo qilma degandek bir gap bu. I can't stand him deganni aslida tushunsangiz bo'ldi. Men u bayada bir xil to'g'im kelmaydi degandekchi. Stand degan turish qo'y, o'rnidan turish, amaliyotda I can't stand him degan shu ma'noga u bayada tura olmayman. U bayada men chidayolmayman degandek bir gap. Okay? But I can't bear
I can't bear it degandeklam gap. Qısqасы, he couldn't stand it deb alsaq to'g'ri bo'ldi. Number 12, the young man spoke rudely. Yosh so'zladi qo'pollik bilan degan gap bu. Okay? He wasn't very clever, rude, polite, kind. Qaysi to'g'ri bo'ldi? To'g'ri javobi polite. The young man spoke rudely. Yani yosh qo'pollik bilan so'zladi deb bo'lib, he wasn't very polite. Yani bu ancha bak adablik emas edi deydi. Okay? Very good. Eng oxirgi mashq savodashlar. Sentence structure, yani jumla qurilmasi degan gap. Qisqasi xato so'zlarning o'rni xato berilgan, yani xato tuzilgan bir jumla. Buni o'ngshaymiz, to'g'risi qarang. A me young behind man sitting and were a woman young dedi. Nima degan qalaymiqan, ha? To'g'risi nima bo'ladi? Albatta, haliqi prinsip bo'yicha jumlaning eng beshiqqa keldigani nimada? Agar vaqtni bildirgan so'z bo'lsa, vaqtni qo'ysak ham bo'ldi. Agar u bo'lmasa qanday? Vaqtni unutib ketib qanday? Jumlaning egisini topamiz. Kim? A young man and a young woman jumlaning egisi. Garchi uzundan uzun bo'lsa-mu, bu ega amaliyotda shu jumlaning egisi shu. Ya'ni bir yosh er bilan bir yosh ayol degan jumlaning egisi bo'ladi. Okay? Xo'sh, bundan who? A young man and a young woman. Action, avval gap bo'yicha. Harakat nima? Were sitting o'tirgan edi. Nada, where? Behind me, mening kaynimda. Ya'ni uzundan uzun qalayimqan bir jumla bo'lgan bilan bu amaliyotda 3 ta bo'lakdan tuzilgan. Qaysi 3 bo'lakdan? A young man and a young woman bir bo'lak. Ikkinchi bo'lagi were sitting. Üçüncü bölümü behind me. Okay? Tushundingizmi? O'zingiz bir yezib yiqib, bir tahlil qilib beqing anandikin tushunsiz qolgan. Xo'sh, savodashlar, unda bo'lsa to'limi ko'p rahmat, to'limi jafo chekdinglar, bak uzrab ketdi, lekin cho'qim enjoy qildi deb o'ylayman. Rasalik savolga javob bermadingiz, kechiringlar. Savolga nima javob bermaysiz? Why did the writer complain to the people behind him? Autor o'zining keyingi odamlarga nima ishqa qaqshidi? Because they did not stop talking. Okay? Mesela cevap versek bo'ladi demekçi. Because they did not stop talking. Çünkü ular sözleşten to'xtamadi. Şuna ularga qaqshidi desek bo'ladi bu. Okay? Because they did not stop talking. Yoki bo'lmasa yana bir tanlash endi agar xohlasangiz. Because he could not hear the actors. Deb asanızın bo'ladi, xato emas. Chunki u artistlarning gapini anglayolmagan deb javob bersak bo'ladi. Because he could not hear the actors. Okay? Ikkisining birisi bo'ladi. Okay? Unda o'sha savodashlar, ko'p rahmat. Chidabmış oxirgacha davomlashtirganlarga, demakchi yana bir qatim desam, boshqa gapni ikkinchi qismga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Inshaalloh biz keyingi darsimizda ko'rishaylik. Okay? Thank you very much. Goodbye. See you in the next lesson.